Assalomu alaykum hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana va'daga muvofiq kecha aytdim bitta video obzor qilib o'taman deb. Mana bugun 20-aprel kuni yakunlanish arafasida turibmiz. 2025-yil mana Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi hasharimizni bugun xudo xolasa 16-kuni yakunlanadi. Mana hozir qilingan ishlar to'g'risida bitta video obzor qilib o'taman, qisqacha qilib ba'zilari. Chunki ko'pchiliklar kuzatib turibsizlar. Bizni ham qo'limiz haligi video qilishga ko'p vaqtimiz yetmayapti. Mana sizlarga hozir 16 kunlik qilgan ishimizni ko'rsatib o'tamanki. Mana xudo xolasa darvozaxona bo'ladi bu yoqda. Mana buzib tashladik. Bu eski 100 yillik oshxonani. Kelaver. Yurib kelaver. Mana fundamentlarni qildik, ko'rsat. Fundament. Bu zabor bo'ladi. Ikki tomoni, ikkita qanot bo'ladi. Mana bu yerda 2 metrlik darvoza qo'yiladi. Mana bu qo'shni devori edi. Bu qo'shni har payt, har vaqt buni buzib tashlasa, bular beqanot qoladi, bedevor. Shuning uchun mana fundament qildik. Bu yoqqa devor ko'tarib, yuqorisini hadi zontikcha qilib qo'yamiz. Xudo xolasa keladi. Mana fasad qismi bo'ldi. Ozgina joyi qoldi. Mana tepa shifrni ko'rgansizlar, kechikadi. Bu xona devorlari quryapti. Mana shpaklovka hammasi bo'lgan. Bu oshxonamiz. Mana birinchi kirgandan oshxona, mana tiyagalar, yuqori mana dekor plastlar urildi. Juda haligi to'g'risaligi uskarenni bo'lyapti-da. Hasharchilarimiz, qushlari ko'p. Katta kuchga egamiz. Bu uchun Jamoat xavfsizligi universiteti rahbariyatiga, Jamoat xavfsizligi universiteti boshlig'iga, Qamariddinjonga alohida o'zimiz tashakkurimizni bildiramiz, hasharchilar bilan birgalikda. Bu ikkinchi xonamiz. Mana eshiklar qurildi. Mana eshiklar a'lo darajada qurib, atkoslar hammasi olindi. Mana bu yoqni ham polini hozir boshlab qo'ydik, pol qismini. Pol qismi boshlandi. Mana ozgina joyi ertagina davom ettiramiz. Mana atkoslar hammasi olindi. Tiyagalar qo'yildi. Dekor plastlar. Mana bu derazalarni ham hammasi a'lo darajada qo'yildi. Mana bu xonamizdan mana koridor, birinchi koridor. Tepalar dekor qilindi. Mana atkoslar olinib, shpaklovka bo'ldi, aboyga tayyor, aboy urishga. Hamma xonamiz aboyga tayyor. Mana bu uchinchi xonamiz. Okey. Buni ham yerda tiyagalarni uramiz aslida. Mana dekor plast bo'ldi. 2012-yil Jamoat xavfsizligi universiteti TVTni bitirgan Muhammadjon boshchiligida, Muhammadjon baraka toping. U kishi ham podpolkovnik, general bo'ling. Shu kishi boshchiligida bir jamoa bo'lib, mana paravoylarni, atatlarni, qovurg'alarini olib kelib berdilar. 4 ta yetadi bizga. Bu koridorimiz qoldi, faqat ertaga bu koridorni ham mana yuqori plastik bo'lgan dekor. Faqat nima, devori mana bu tomoni bo'ldi, ozgina joyi bu yoq qoldi, kichkina bo'ldi. Mana bu eng oxirgi xonamiz, detsk xona. Mana tepalar dekor plast bo'ldi, tiyagalar yopishtirildi. Devorlar suvaldi, quryapti, aboyga tayyor, eshik qo'yildi. Mana hamma joyi a'lo darajada. Bu xonamiz faqat plyumtishlar bilan aboy qoldi. Mana qurishini kutamiz. Pol mana polni ko'rsa a'lo darajada. Eng sifatli polni olib kelganmiz, xudo xolasa. Juda haligi xursandchilik olib kiramiz hammalariz bilan bir jamoa bo'lib. Yo'q, ko'ryapsizmi? Chiroqimiz yo'q. Mana bu tomon olib kel. Bu yoqni yopamiz tomini, eshikni qo'yamiz. Mana zina bo'ldi bu tomon, ko'rsat. Mana chiqaykan. O'sha orqaga o'tadi. Bular suvaldi mana YouTube ijtimoiy tarmoqdagi obrachilarimiz hali ko'rgan yo'qdilar. Mana bu yuvinish xonasi bilan hojatxona bo'ldi. Endi hozir ozgina qorong'i ichkari. Mana plastik dekorlar urindi.
ko'rmoqda. Mana keyin ichkarida, mana ichkari qismi mana eshiklar qo'yildi. Xudo xolasa, mana ichkari ham Dekor Plus urildi. Rahmat azizlarim, Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa, shu haftani oxirigacha yakunlab, shu xonadoniga 100-yubiley xonadonimizga taqdim etamiz kalitini. Ozgina qoldi. Mana ko'rib turibsizlar, 80% ish bo'ldi. Telegram kanalimizdagi guruhimiz a'zolaridan ham Alloh rozi bo'lsin. Shu xonadonni qo'llab-quvvatlayotgan barchadan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Kuzatishda davom etinglar.